Kolorado shtatidan turkum lavhalarimizni kelgusi ko'rsatuvimizda davom ettiramiz. Eslatib o'taman, YouTube'dagi kanalimizda va saytimizda Amerikada yashayotgan o'zbeklar haqida ko'plab reportajlarimiz bor. G'arbiy Afrika bo'ylab Ebola epidemiyasi shu kungacha 2,5 mingga yaqin odamni hayotdan olib ketdi. Amerika bu kasallikka qarshi kurashda boshchilik qilib, millionlab dollar ajratmoqda, o'z mutaxassislarini bu mintaqaga yubormoqda. Oddiy amerikaliklar ham qo'ldan kelgancha ko'mak ko'rsatish ilinjida. Washington yaqinidagi uyga shunday bir yozuv osilgan. Afrikaga yordam bering. Ebolaga qarshi kurashda Sierra Leone'ga ko'mak jo'nating. Uy ichidagi qutilarda esa jo'natish uchun tayyorlangan turli ashyolar bor. I was born on the African continent. Men o'zim Afrikada tug'ilganman va u yerdagi odamlarga hanuz bog'liqligim bor. Chris Segbulam qo'shnilaridan Afrikada Ebola bilan olishayotgan mamlakatlar uchun yordam yig'yapti. Luteran cherkovi oson dezinfeksiya qilinadigan temir partalar, boshqa cherkovlar esa pul berdi. Yuk jo'natish kompaniyasi ham xizmat haqiga chegirma taklif qildi. People came on the day we did our... Odamlar yordam berish uchun Shimoliy Karolinadan ham kelishyapti. Virginia, Marylanddan ham odamlar bor. Chaqirig'imizga juda yaxshi javob berishdi. Baltimore portidan jo'natilgan yuk kemasi 1-2 hafta ichida Sierra Leone'ga yetib boradi. Tibbiy yordam jihozlari ortilgan yana bir kema Nigeriyaga jo'nash arafasida. We have a group of 25 hospitals. Bu yordam 25 ta shifoxonaga tarqatiladi. Asosan kasallikning oldini olishga qaratilgan tibbiy vositalar. Liberiya va Sierra Leone'da kuzatilgan epidemiyaning Nigeriyaga ham o'tishiga yo'l qo'ymaslik uchun. Erik Vo AQShga Liberiyadan kelgan muhojirlardan. U o'zi yashaydigan Luiziana shtatida Liberiya uchun xayriya yig'yapti. Xlor Ebola virusini o'ldirishi ma'lum. Shuning uchun qo'lni xlorli suvda yuvish tavsiya etiladi. Xlorli suvning bitta qutisi butun bir oilani Eboladan asrab qolishi mumkin. Liberiyada uning narxi $10. Ko'plab oilalar uchun bu qimmat. Amerikaliklar sovun, suv, tibbiy qo'lqop va himoya oynaklarini ehson qilyapti. Odamlar Liberiyaga to'g'ridan-to'g'ri bora olmasligi mumkin, lekin yordam berish uchun nimadir qilish imkoniyatiga ega. Erikning aytishicha, ana shu oddiy yordam ham 100 minglab odamlar hayotini asrab qolishga yordam beradi. Virus to'liq nazorat ostiga olinmaguncha, har oy ana shunday oziq-ovqat va tibbiy yordam jo'natib turish niyatimiz bor, deydi u. Carol Pearson, Nasiba Tohir, Washington. Amerika xalqi va hayoti, bu davlat tashqi siyosat haqidagi lavhalarimizni kelgusi dasturimizda davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvimizga shu yerda yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, kunning so'nggi yangiliklari va ularning tahlili bilan saytimiz amerikaovozi.com da shuningdek eshitishlarimizda tanishib olishingiz mumkin. Siz bilan xayrlashar ekanman. Har doimgidek xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baraka va xushxabarlar tilab qolaman. Washingtondan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.